Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan ICT kursini 3-darsida ko'rishib turganimdan xursandman. Bugun sizlar bilan o'tgan mavzuda o'tgan likvidnost darsimizning ikkinchi qismini ko'ramiz. Xo'p, o'tgangi darsda agar tushungan bo'lsanglar yoki bozorda sinab ko'rgan bo'lsanglar, chatga tashlashingiz mumkin, ya'ni Telegram chatimizga tashlab tekshirtirib olishingiz mumkin. Hop, bugun o'tiladigan mavzularimiz nimadan iborat? Hop, o'shani ko'rib chiqsak. Hop, bugungi mavzuda biz intraday buys, sessiyalarning likvidnosti, drawn liquidity mana shu narsalarni o'tamiz. Hop, intraday buys o'zi nima degani? Intraday buys xuddi o'tgan darsda o'tgan mavzuyimiz, ya'ni narx kunlik high yoki low olgandan keyin razvorot yokida nima bo'ladi? Davom etib ketadi. Hop, bizda o'tgan darsda ko'rdik, narx agar kunlik low olib tepada yopilsa, bu razvorotning candle bo'ladi. Keyingi kunda biz buy qarashimiz mumkin. Ya'ni PDH gacha, to'g'rimi? Xuddi shu narsa intraday buysda faqat H4 time frame'da bo'ladi. Mana shu narsalar H4 time frame, mana bu ham daily buysga o'xshagan bo'lib, H4 time frame'da ishlagan qulay. Mana shu narsa intraday buys bo'ladi. Hozir misollarni ko'ramiz birgalikda. Xo'p, sizlar bilan ana endi misollarni ko'rsak. O, yurib ketdi ancha. Xo'p, qarasak bizda narx nima qilgan? Mana bu hayni olgandan keyin уже hayga hujum qilish kerak bo'lgan. Va mana bu joyda ham narx bizda hayni yechgan. Bu hayni yechgandan keyin nima qilyapti? Narx razворотный candle shakllantiryapti. Xuddi shunaqa ana endi bu candle low gacha ishlashimiz kerak va narx low'da olib, ana endi tepada yopilyapti. Ana endi nima qilamiz? Уже ya'ni yana tepaga kuchimiz mumkin. Hop, ko'ramiz. Hop, bitta sekin bo'lib qoldi. Mana bu yerda narx nima qilgan? Mana buni yechib turib, ya'ni pastda yopilgan. Hop, bu tarafda bizda hozir bu low'da olishi ham mumkin. Lekin ko'ryapsizlar, tanasi yashil bo'lib yopilgan. Agar qachon qizil bo'lib yopilsa, mana shu joyda sal nima desam bo'ladi? Kuchliroq tasdiq bo'ladi. Yashil emas, qizil bo'lib yopilsa. O'shaning uchun bu yashil bo'lib yopilganligi uchun ana endi balkim narx shu tepaga chiqib ketishi mumkin. Xo'p, birinchi low'da olgandan keyin tepaga chiqib ketdi va tanasi bilan yopildi. Ana endi tanasi bilan yopilgandan keyin biz nima qilamiz? Yana highga. Xo'p, mana bizda endi uzun candle chiqdi. Uzun candle chiqqandan keyin buni ham nima qilamiz? Ana endi highga ham ishlaymiz, to'g'rimi? Hop, men ozgina o'tkazib yuborsam, cho'ta qotyapti. Xo'p, ana endi bu tarafda ko'rib chiqsak nima qilyapti? Narx hayda olib pastga yopilyapti va biz hujumda qaytga pastga ko'rishimiz kerak. Ana endi narx pastga tushib turib yopilib, tepada yopilyapti. Ya'ni past olib qo'yib tepada yopilyapti. Bunda nima bo'ladi? Narx tepaga ketishi kerak, to'g'rimi? Ya'ni mana bu hayda olish kerak. Boya sizlarga aytdim, agar bizning narx mana bu joyda yashil bo'lib yopilganda, uverенroq уже buy ishlasak bo'lar edi. Hozir mana buna qizil bo'lib yopilgandan keyin balki bu short term low bo'lib ketishi ham mumkin. Yokida bu low'ni yechib qo'yib tepaga ketishi ham mumkin. Ko'ramiz. Narx bizga qanaqa yo'nalish berar ekan. Bizda mana ko'rayotgan bo'lsanglar nima qilyapti narx? Уже buni highni ham yechyapti-da, undan keyin low'ni ham mana yechib qo'yib, ko'ryapsizlar? Ko'pchilik mana shunda xato qiladi. Ya'ni key level tanlashda mana. Masalan, key level mavzularida o'tamiz. Mana bu joyda FVG bo'lsa, narx birinchi reaksiya olgan joydan entry qilishga harakat qilishadi. Bu low'da olib tepada yopildi deyishlar mumkin. Lekin narx bizga qachon tasdiq bo'ladi? Ya'ni men uchun agar yashil bo'lib yopilsa, ana o'shanda men 3-candleda уже expansion ko'rishim mumkin. Hozirgi joyda men masalan savdoga kirmagan bo'lardim.
kutardim. Ya'ni nima bo'lishini, mana shu short term low olinishini. Mana short term low olinib tepada yopilyaptimi? Ana endi undan keyin mana 3-candlda uje kirsa bo'ladi savdoga qatgacha, mana bu highgacha. Xo'p, bu yerda lekin hozir biz ko'rsak-da narx tepani yechib qo'yibdi. Tepani yechgandan keyin unaqa yechmabdi. Ko'ramiz, bu yerda ikki xil holat bo'lishi mumkin, chunki bu yerda hozir o'yinroq yechilmagan. O'tkazib olib ko'rsak. Mana. Ha, bo'ldi. Mana shu joyda ko'p yurib ketdi narx. Xo'p, ana endi tahlil qilib chiqsak. Bizda narx bu hayda olgandan keyin o'zida kutilish kerak, haygacha, lekin nima qilyapti? Narx birinchi tushib, ya'ni buzib yopilyapti va yana bitta buzyapti-da, mana. Buzib yopilgandan keyin ko'pchilik nima qiladi? Ya'ni sellga qarashni boshlaydi. Qayerdan? Mana bu joydan. Mana order block deydi, sellga qarashni boshlaydi. Lekin bu xato narsa. Chunki bizda narx trendimiz o'suvchimi? Bunaqa joyda expansion ko'p bo'ladi. Expansion. Market struktura darsida o'rgataman, qanaqa market strukturadan to'g'ri foydalanish kerak. Xo'p, bizda mana bu joyda narx hozir retracement berdi-da, undan keyin expansion berib ketdi. Xo'p, agar biz bu joyda kirishga qiynalsak, masalan, bu joyda kirishga qo'rqsak, mana bu joyda masalan kirishga qo'rqib yo low olgandan keyin kiraman degan bo'ladi. Lekin men o'ylashimcha mana bu joyda SMT bo'lib qolgan bo'lishi mumkin va narx mana bu expansionni ko'rdinglarmi? Masalan, consolidation bo'lgan kishining time frame'da expansion bo'lyapti. Sizlar mana bu 4-candle retracement, ya'ni soyasida kirib olsanglar bo'ladi. Qatgacha? Mana shu targetinglargacha. Yana narx buzib yopildimi? Ana buzib yopilgandan keyin yana ushlab o'tirsanglar bo'ladi. Bu highgacha. Yana buzib yopildimi? Mana shu. Endi yana highga. Bizda qizil candle paydo bo'ldimi? Demak, narx retracement beryapti. Va Fuji ga kelyapti, internaldan externalga yana yuryapti. Bu internal externallarni ham darslarda o'rgataman. Bu mavzular ancha kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib sizlar shu candlelarni qanaqa xarakterga egaligini bilib olsanglar yaxshi bo'ladi. Endi bu degani 100% sizlar to'g'ri bozorda analiz qila olasizlar degani emas. Bar bunga qo'shimcha tasdiqlar kerak, qo'shimcha o'zingizlarga model qilib, ana o'shanda ishlatsa bo'ladi. Hozir bundan sirasi savdoga kirib ketish, men o'ylashimcha bu xato narsa. Xo'p, yana endi slaydlarga qaytsak. Xo'p, ana endi keyingi mavzuga o'tsak. Keyingisi bu swing high va low'lar bizga liquidity sifatida ishlab yoki-da razvorot sifatida ham ishlatishimiz mumkin. Ya'ni bu swing low highlarni, xo'p, bu nima degani? Bizda masalan swing high bor, to'g'rimi? Va swing low shakllandi. Bu swing low'ni biz liquidity sifatida yoki-da mana shu joygacha ishlasak bo'ladi, chunki narx highni buzyaptimi? Keyin candle'da pastga tushganda mana shu, ya'ni 3-candle'da kirib olsak bo'ladi. Yoki-da ikkinchisi bu razvorotniy shakl, ya'ni narx buy side'da yechyaptimi, swing low bormi? Ya'ni bu range high, mana bu range low bo'ladi. Narx bizda yechib keldimi? Yechgandan keyin pastga yopildimi? Narx yana ham agar qizil candle, ya'ni pastga tushib bu low'da yopilsa, keyin candle'larda biz, ya'ni savdoga kirsak bo'ladi sellga. Bu swing high bilan low'da ishlatish turi mana shunaqa ko'rinishda. Buni bozorda ko'ringlar, kuzatib, sizlarga maslahatim, o'zi agar rostdan ham ICT ni o'rganib, mana shu strategiya, ya'ni bitta strategiyada savdo qilishni xohlasanglar, sizlarga maslahatim, o'rganinglar, ko'proq bozorda sinab ko'ringlar. Ko'proq bozorda qarash kerak. Ana o'shanda ko'z o'rganadi. Masalan, bir xil ko'rib turib, keyin qarab olaman desa ham unda bo'lmaydi, o'xshamaydi. Bozorda qancha ko'proq kuzatib sari, siz key levellarni shunday ko'zda o'zida chizib tashlayverasiz. Mana order block to'g'rimi, key level to'g'rimi ishlab berarmikan demaysiz, ham o'zingizga ma'lum bir plan tuzib olasiz va ana shu bo'yicha ishlab ketasiz. Sizga maslahatim shu, mana shu o'rgangan nima ma'lumot o'rgandinglar, hammasini bozorda sinab ko'ringlar. Ya'ni hammasini deganimda
bu degan boshqa strategiyalarni o'rganib emas. Mana shu ma'lumot beryapman. Men hozir sizlarga kursdan o'tiladigan maqsad o'sha ICT, ya'ni strategiyasida daromadga chiqa olish. Ya'ni mani o'zi maqsadim sizlar mana shu strategiya orqali daromadga chiqishinglar. Hop, bu strategiyani men o'rgatishimdan oldin, ya'ni mavzularini o'zim ko'rganman, ya'ni saralab olganman. Bu degani fundament qilib boryapman. Hozir masalan swing high-swingda ular oson tuyulishi mumkin, lekin sizlar keyin qiyinlashib ketadi. Va mana shu narsalarni o'rganib olinglar. Chunki keyingi darslarda kerak bo'ladi hamma narsa. Bu informatsiyalar oddiy emas, ya'ni prosta tag olingan emasda. Hammasi kerakli informatsiyalar, xudo xolasa. Hop. Ana endi keyingi mavzuyimiz bu bizda sessiya likvidnostlari, ya'ni session liquidity. Hop, biz birinchi bo'lib killzonlarni oddiy yuzaki vaqtini ko'rib ketaylik. Keyingi shu darslarda biz killzonda qanaqa ishlash, o'shalarni o'rgataman, ya'ni killzon vaqtlar. Hop. Ana endi Forexda killzonlarni vaqti. Aziya killzoni bizda soat 20:00 New York vaqtida bu midnight, ya'ni UTC-4 da. Aziya sessiyada bizda 20:00 dan 00:00 gacha, London bo'lsa soat 2:00 dan 5:00 gacha. New York bizda New York EM bu 7:00 dan 10:00 gacha. London, ya'ni London lunch yopilish vaqti, bu London close 10:00 dan 12:00 gacha. Hop, bizga bunga kerak bo'ladigan narsa bu indikator bo'ladi. Hozir mana shu indikatorda sizlarga ko'rsataman. Hop, sizlarga hozir bitta indikatorni ko'rsataman. Mana shu indikator bizda sessiyalarni ko'rsatadi. Mana shuni yozsanglar, hop, ana endi bu yerda nastroykalarni to'g'rilab olsak, bu joyda biz hop 7:00 va 11:00 nimaga qo'shilgan? 11:00 da olsanglar bo'ladi, chunki silver bullet vaqti bor. 10:00 dan 11:00 gacha. Ana shuni olsanglar bo'ladi. Hop, ana endi bu yerda New York lunch emasda London close deb yozib qo'ysak bo'ladi. Hop. London close. Hop, buni 10:00 dan 12:00 gacha qo'ysanglar bo'ladi. Ranglari mana bu joyda sizlar ranglarni ko'rasizlar yoki mana buni o'chirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu degani anu box, orqasidagi boxni ko'rsatmaydi. Faqat high low ni ko'rsatadi. Va okey deb bossanglar, mana bu London high, Asian high, London low, Asian low. Ko'rasizlar mana. Ko'rayotganinglardek narx polni ko'rsatgan mana shu likvidnoslar. Mana shu indikatordan foydalansanglar bo'ladi. Mana dushanba, seshanba va chorshanba. Mana bu ikkita indikator tushirsanglar mana o'zi ko'rinadi hammasi. Ya'ni narx nima qilyapti? Ko'rasizmi? New York PM session low'ni olyapti. Olgandan keyin уже highga yuryapti. Highni уже hamma likvidnost yechgandan keyin nima qilyapti? Уже razvorot berib, dalshi pastga qarab ketyapti. Bu yerda nima qilyapti? Aziya session highni olib, o'sha low'ga qarab hujum qilyapti. Chunki mana bu tushuvchi trendda. Hamda mana bu joyda bizda likvidnost bor. Xo'p. Mana shu indikatordan foydalansanglar bo'ladi. Agar nastroykasini tushunmasanglar, kommentga yozsanglar, men tashlab qo'yaman. Xo'p, keyingi mavzuyimiz o'zi qanaqa? Bu keyingi mavzu, ya'ni draw on liquidity by ko'rdik. Draw on liquidity u ya'ni ma'lum bir nuqtalar. Ya'ni biz ko'rmoqchi bo'lgan yaqin nuqtalar, bizni ko'zlayotgan nuqtalarimiz draw on liquidity deyiladi. Bunga biz misol qilib kunlik high va low'larni, haftalik high low'larni, oylik yoki haftalik, mana shu oylik, haftalik, kunlik low'larni olsak bo'ladi. Draw on liquidity yokida agar scalping yo'nalishida ishlamoqchi bo'lsak, H4 time frame'da o'tib, swing high, swing low'larni ham olsak bo'ladi. Xo'p. Mana sizlarga hozir bitta example ko'rsataman. Ya'ni mana shu joyda bo'layotgan. Hop, bizda narx nima qilyapti? O'sha low'ni olgandan keyin mana yashil candle bo'lib ko'ryapsizlarmi? Chiqqan. Bu razvorotni candle. Bu razvorotni candle bo'lgandan keyin
Biz ana endi mana bu 3-kanalda qo'rqmasdan kirsak bo'ladi. Bu savdo kirganimizdan keyin uje narx buzib yopilyaptimi? Keyingi uje сделкani yana ushlab o'tirsak bo'ladi. Uverenroq. Va narx yana dast chiqib, keyin pastga qulagan. Hop, bu real example. Endi o'zingizlar ham bozorda sinab ko'ringlar. Hop, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, hammaga rahmat, manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Savolinglar bo'lsa bemalol yozishinglar mumkin.